oilaviy kelishga yoki kichik tadbir o'tkazishga zo'r joy topib qo'ydim. Undan tashqari absoluti ham tekin ekan. Olmazorda turadiganlarga mazza bo'ldi. Chunki yangi Muslim Sora milliy taomlari aynan shu lokatsiyada ochildi. Bu oddiy milliy taom emas. Bu joyda to'y oshlarini mashhur avaz oshpaz tamlab beryaptilar. Undan tashqari taomlarining turi juda ham ko'p. Masalan, vagurini ham maxsus yumshoq pishadigan qo'ylardan tayyorlashyapti. Tabakalarga keladigan bo'lsak, ranglarini o'zi gapirib beryapti. Xullas, ovqati turi ko'p. Mastava deysizmi, qora sho'rvami, kaboblarning ham bir necha xili siz uchun mazali va yumshoq pishirilgan. Joylari ham yangi va zamonaviy ekan. Banketda o'tkazib yuborsa ham bo'ladi. Ovqatlarning mazasiga kelsak, qora sho'rva juda ham ajoyib, ham to'yimli ekan. Va guri rostmani yumshoq. Mana bo'lishidan ham ko'rsangiz bo'ladi. Kaboblardan eng sevganim jigar. O'zi ham sellar bilan boshqacha ketdi. Xullas, kelib ko'rishga arziydigan joy. Jomiyda turadiganmi yoki shu yaqin orada ishlaydigan tanishingizga tashab qo'ysa, sizni duo qo'rarlar. Aytganimdek, narxlari sun'iy oshirib yuborilmagan. Undan tashqari xizmat haqqi ham olishmas ekan. Muslima Sora milliy taomlari. Albatta siz ham kelib ko'ring. Manzil Olmazor tumani, Mosga chiqmasdan Jomiyga qarab yurganingizda o'ng qo'lda joylashgan. Aniq lokatsiya Telegram kanalda bor.